Assalomu alaykum ekranidagi qadrli ko'ruvchilar, naq maydondagi tomoshabinlar. Ko'rayotganlar Xinjiang televiziya stansiyasi, Xinjiang Xuyu madaniyat tarqitish shirkati, Xinjiang Bug'ra madaniyat tarqitish shirkati hamkorlash bilan sungan cho'ng tutki san'at programmasi, Abida Yipakul Sadas programmasi. Rahmat, men Umid Tursun. Mana birinchi bosqichimiz muvaffaqiyatga oxirlashgandan keyin 64 nafar mahirimiz ikkinchi bosqichimiz bo'lgan sinov bosqichiga o'ngishli holda qadam qo'ydi. Albatta bu bosqichimizda har bir guruhdagi ikki mahirimiz o'zaro raqobati bo'lib, o'ziga tegishli bo'lgan shu bir o'ringa ega bo'lish uchun tirishchanlik ko'rsatdi. Albatta bizning 3-qarorlik Ipak yo'li sadosi programmasidagi ustozlarimiz bo'lsa, yanala ana shu intoy suyumli bo'lgan qadrdonlarimiz bo'lib, ular bo'lsa Abdulla Saknisining yetakchi ustozi Abdulla Abdurim ustoz. Ustoz. Al Roy guruhining yetakchi ustozi Dilshod Roydin ustoz. Sanobar saknisining yetakchi ustozi Sanobar Tursun ustoz. Nur saknisining yetakchi ustozi Nurnisa ustoz. Albatta, bu bosqichimizning yana bir alohidaligi bo'lsa, har bir ustozning bir guruhidagi mahirlarni to'liq shollab o'tish yoki bo'lmasa shu bir guruhidagi ikki mahirning har ikkilisini tanlash huquqi bo'ladi. Albatta, programmamiz tajidorligidagi Xinjiang Abida Biotexnik taraqqiyot shirkati mahirlarimizga omad tilaydi. Bu programmamizni Xinjiang mikromablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan Xinjiang Kamra xalqaro savdo cheklik shirkati strategiyalik hamkorlashgan. Bu programmamizga Xinjiang Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati yaqinda yordamlashgan. Bu programmamiz bilan Xinjiang Oltingahar xalqaro savdo cheklik shirkati alohida hamkorlashgan. Albatta, 3-qarorlik Ipak yo'li sadosi programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimizni Kamran yurishlik aqsil talqini, Kamran aqsillik qaymoq choylari, Kamran buvoqlar quvvat bulmiqi, Kamran buvoqlar zaksi qatorliq sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarib, bozorga solgan shundaqla xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamra xalqaro savdo cheklik shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markalik avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, sog'lomlashtirish va parvarish qilish sohasida dodillik bilan izlanib, Sarkarda markalik yurishlik mahsulotlarni bozorga silayotgan Xinjiang Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markalik avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, diyorimiz yolg'onchilik sohasida aqliy iqtidorli yolg'onlarni bozorga silayotgan boshlamchi korxona Xinjiang Qutlan xalqaro savdo cheklik shirkati Qutlan yonfonchiligi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markalik avtomobil bilan tartiblaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Safiya, Najva, Ollosoy qatorliq yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan, shundaqla xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Safiya xalqaro savdo cheklik shirkati 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markalik avtomobil bilan tartiblaydi. Xo'sh, ekrandagi qadrli ko'ruvchilar, naq maydondagi tomoshabinlar, bugun diqqatimizni bo'ldig'ini Nur saknasi. Xo'sh, ekrandagi qadrli ko'ruvchilar, endi saknimizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, Rayhongul Qodir bilan Fong Yuanyuan. Yuanyuan savaqdash o'zi eng yaxshi ko'radigan xanjirchi naqshidan birini aytmoqchi bo'ldi. Rayhongul savaqdash bo'lsa, Tianshan qarg'aylarining yıldızlari bir tutash nomli isil kuydan birini so'q qilmoqchi, ko'rmallarimizning yoqtirib qo'llashini umid qilamiz.
天山上的青松根，连几根，各族人民亲友亲，各族人民亲友亲。关进胜利向前进，前进，建设边疆，好山河野，保卫祖国万年春。建设边疆，好山河野，保卫祖国万年春。身披彩的姑娘，为何那样的忧伤？晚霞映红绽放，为何脸上闪烁泪光？情人啊，去了远方，孤雁南飞成行，小羊离开牧场，为何脸上闪烁泪光？白云朵朵带我去飘荡，化作了清风的时候，吻向他脸庞。思念像野花在草原上飞扬，化作了青烟的时候，会飞到他身旁。身披彩的姑娘，为何那样的忧伤？晚霞映红绽放，为何脸上闪烁泪光？白云朵朵带我去飘荡，化作了清风的时候，吻向他脸庞。思念像野花在草原上飞扬，化作了清风的时候，会飞到他身旁。白云朵朵带我去飘荡，化作了清风的时候，吻向他脸庞。
候，会飞到他身旁。Mana yuqorida biz Rayhongul Qodir bilan Feng Yuanyuan ikkisining elib kelgan naqsidan huzurlandik. Rayhongul Qodirning o'rinlagan naqsi bo'lsa Tianshan qarg'aylarining yiltizi bir tutash. Shundoq ustoz san'atkorlardan Rabiya Muhammad ustoz qatorliqlar o'rinlagan naqshi. Shundoq endi Feng Yuanyuanning o'rinlagan naqsi bo'lsa, 你唱的这首歌的名字叫《身披彩衣的女郎》。身披彩衣的姑娘啊，姑娘是吧？这首歌是刀郎的歌是吗？对，是他在新疆的时候创作的一首歌曲。对，undaq bo'lsa, endi biz ustozlarning bahosini shunaqla tavsiyasini olib boqaylik. Ben undaq bo'lsa, sen o'rab tursin ustoz. İşki mayrimizning endi ovoz doirasi tarafdan deyiladi xili cho'ng farq bor. Lekin ikkalasi ayrim-ayrim naqshlarni yaxshi o'rlab berdi. Endi mening tavsiya qilganim 冯圆圆吗？冯圆圆。冯圆圆。好，rahmat ustoz. Biz chaqiraydi ustoz. Ha, bu ishki mayrimiz bu maqiz Tianshan qarg'aylarining eltiz bir tutasha, bu Naqshin Jamila Qurbondan boshqa eng xansochisi Rabiya Muhammad Jamila Qurbon ketgan. Eng dasli xansoch tilda. Biz kichik vaqtda boshlang'ich vaqtimiz bor bu naqshi. Yaxshi o'rildingizmi? Hozirda siz tug'ilmas vaqtda batda bu naqshlar. Hozir ko'p odam uqmaydi bu naqshlar, bu naqshinchi, ko'p aytilmagan ekan. Nereden topdingiz bu naqshni deb yaxshi o'rlab chiqibsiz. Ovoz sharoitingiz bak yaxshi ekan. Mujjatni izdining imkon bor naqshni magalzolab aytgandan xoli bo'lib, azroq nafaslar bilan nafas shiltib ayta olsangiz, sizda cho'qim umid bor. Yaxshi naqsh bo'lsiz. Çoxum tirishing hozircha men Nurisa Abbas xonimga Bo'ldi, rahmat. Feng Yuanyuanni tavsiya qilaman. Rahmat, ustoz. Abdulla ustoz. Shunda buni ustozlar degandek, mushu sonimizning ovoz sharoiti rost bo'ladi ekan. Buni hammamiz anglab turdik. Tianshan qarg'aylarini yiltiz bir tutash degan naqshning yuqori taraflariga ash bosh sharoitidan foydalanib chiqdi, ya'ni egiz yerlarga mi chiqalaydi ekan. Biroz tajriba kam. Ovoz odam bilan bilib tug'iladigan bir sharoit hamda u bir tabiiy narsa. Ovoz pardasi degan. Hamda uni ikkinchi bo'lib bizning mushu tabiiy biz bilan bilib tug'ilgan ovoz pardasiga tayinib naqsh etadigan bir qizg'inlik ixtiyor bo'lish kerak ikkinchisi. Sizda umid bor, shundaqmi? Ovoz pardasingizmi yaxshi ekan. Anan keyindan buni boshquradigan bir ovozni eng chiroyli, eng yumshoq, eng odamga tetadigan holat yetkazadigan bir boshquradigan qarlik kerak. Xiyol kerak. Bu naqshi degan narsa to'liq shunday tafakkur bilan hal bo'ladigan narsa. Endi qog'inni mushu ovoz sharoitingizni, ota-onangiz bergan ovoz pardasini yaxshi ishlatadigan bir tafakkur yetishtirsangiz demoqchiman sizga. Endi Mavo Yuanyuanga kelsak, oldingi qatimda naqshni anglagan biroz kasbiy naqshchi amaliyotda samimiy tavsiyani o'tirib qo'ymasak bo'lmaydi. Feng Yuanyuan ni tavsiya qilmoqchiman. Rahmat, ustoz. Nurisa ustoz, avval baholangiz. Feng Yuanyuan bo'lsa, xizmat guruhi bilan tövanga o'zini Aqsudan, ya'ni yeziga tushirildi-ku. Unda bo'lgandan keyin bularninki ruxsat so'rimiqi shunchalik mushkul ekan. Lekin mushu musobaqani davomlashtirdi, voz kechmaychi. Shunga men mushu ikki savodashga ko'p rahmat aytaman. Rahmat ustoz. Rayhongul. Mushunaq musobaqalarga burun siz qatnashib boqqanmi? Yo'q, bunday musobaqalarga qatnashishim tunji qatim endi maktab xarakterli musobaqalarga qatnashib boqqan, lekin mana musobaqaga qatnashishim tunji qatim.冯圆圆，你现在在基层工作
是吗？我很荣幸，我是咱们新疆全疆第一批3000多位南疆双语支教老师中的其中一位。是幼儿教师吗？对，是幼儿教师。那我现在呢是在阿克苏市库木巴什乡尤喀克喀日纳斯村应急幼儿园，我是一位汉语的双语支教幼儿老师。哇！对。我身边有非常非常多可爱的小巴郎，我们已经在一起生活了将近有1个月的时间了，从开始的各种比划、打比划、打手势，帽子脱掉，卡帕，对，我现在也学会了很多维吾尔的日常的生活用语，而这些小巴郎呢，我第一天点名的时候，我用了1个小时50分钟来点名，对，才把全班不到40个孩子的名字点清楚。我当时想，妈呀，我这可能得要有1、2个月才能对号入座的感觉。但是不是的，我在还没有到1个星期的时候，我就能够很流利的叫出小朋友的小巴郎的名字。当他们听到汉语老师能够这么跟他们交流的时候，他们一下就也来了兴趣，然后也非常的合作，然后也慢慢的开始呢比较听话了，包括一些日常规则的养成。我很珍惜我的舞台的事业，我很高兴能够成为努尔老师的学员，谢谢我的老师给我了很多关心和帮助。其次呢，我想，我将会在我这1年当中的支教工作中呢，我一定会希望自己是有更多的爱心、更多的耐心，还有更多的责任心来面对我这些小巴郎。小巴郎们，老师下个星期就回来了，我们就可以见面了。是的，当然你们在基层那边就是支教的时候肯定特别忙，而且繁琐的事儿也特别多。管那些幼儿、那些小朋友的时候会很吃力，对，会遇到很多困难，而且就是来到这个舞台也可能会特别难，也没有就是特别多的一些机会，可能就是你们的领导他们就是特别支持你到。首先呢，我单位的我们阿克苏塔利蒙歌舞团的所有的我们的领导呢和我的同事们、好同事都非常的支持我，从昨天就给我发信息，前天。当然，我这次能够出来呢，也得到了我们库木巴什乡的各位师长、各位领导的支持。当然，我们也希望您今后的这些工作进行的顺利，好吗？Boltonda qo'sa endi biz Nurnisa Abbas xonimdan eng oxirgi qarorini olamiz. Nursahni sizga savodashlarning ichida Rayhongul bilan Yuyan savodishimizning men bilan qo'l tutishib birga kiradigan savodishimizning ismi bak nojo'qsimabsan yoqda hayotda o'ylamagan xislarga uchrab kelishingiz mumkin. Og'ina nojo'qsimabsa kuch quvvat urg'ib turganda xislarga yuzlanish hech gap emas. Aga, sen bak noja? Xislarga jang e'lon qiling. Ammo obida energiya ichimligi tugamasa bo'ladi. Ay, nima deb biror quti ortiq elibammiga? Obida energiya ichimligidan quvvat, jasorat keldi. Obida energiya ichimligi. Taşqan energiya, ishonch va jasorat obida energiya ichimligi. Sirliq cho'mpardiga o'ralgan bu keng ziminda uzun aslimalarning gumron o'tinlari qaytadan bosh ko'tarishga boshladi. Har qadamda izi chaqnagan qora bo'g'ra bu shohona yurtda go'zallikning shohidi sifatida namoyon bo'ldi. Acaba sultas kanda yemekliklerim Sans polaman kebap şirmel gözlerim Jene kutur gaz var Yalpız bile limoni Her isem uygutudu toygumuzda abidos Teksas'ta Kınıp pişi vasam das kanda abidos Mant bolu yeni da Bolmuş bolmaz abidos Temi kavak temini Abidosuz netimaz Das kanga yarışar Gülteldirgen abidos 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 Kınıp pişi vasam das kanda abidos 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 Kınıp pişi vasam Muzdek sokak abidos Abidos yalpız limon alaydı işçimliki
Haydo pomidor qiyami taomlaringizga ta'sirligisiz lazzat qo'shqusi. Fan texnika patentga erishgan G'azboy choch undirish javri va sopuni DHTni cheklab, tuk xaltasini jonlantirib, choch undirdi. Choch tushishining haqiqiy sababi va darajasini tunib, sochlaringizni yiltizdan qutqizib bering. G'azboy erkak tiplik choch undirish javri va choch tushishini tizginlash sopuni. Güzellik faqat hayotni qizg'in sevgan va o'ziga kuyinishni bilganlarga mansub. Hayotimiz töp qo'shiq bilan julalanganidek, sog'lomligimizmi to'mirimizda do'lqinlab eqiyotgan hayotligimizning asosi bo'lgan ashu qon bilan bog'lanishli bo'ladi. Qaralik qon to'liqlab turish bizdagi qon ozliqdan paydo bo'ladigan turli xavflarning oldini oladi. Men qon to'liqlashga Furqat qon quvvat ichimligini tanladim. Sog'lomlikka intilgich xonim qizlarga tavsiyarim Furqat qon quvvat ichimligi. Harg'inligingizni tugitib sizga huzur berishlaydigan esil tamni mujassamlagan Abida energiya ichimligi Mahirlarga qutuq tilaydi. Bu programmamizni Mekri muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mekri yurishlik yuvish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. Ata-onalar rizosini, balalar arzusini qondirib kelayotgan Şinjan Kamuran xalqaro savdo cheklanish shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashgan. Choch sog'lomlashtirish, parvarish qilish sohasida sarkarlik rol o'ynayotgan Şinjan sarkardi xalqaro savdo cheklanish shirkati programmamizga yaqindan yordamlashgan. Xalqdan ilib xalqqa qaytarishni o'ziga mangulik nishon qilgan Şinjan oltin guvar savdo cheklanish shirkati samimiy askardir. Programmamiz hozirda boshlanadi. Men bilan qo'l tutishib birga kirgan savodchimizning ismi Yeye. O'sha. Rayangül salom. Bugunkidek shunday natija chiqishini o'zingiz o'ylab boqqanmisiz? Men o'ylagan. O'ylagan. Unda bo'lsa, eng oxirida deydigan yurak so'zlaringizni tayyor qilib ketgansizda. Nima desam bular hozirgi ahvolimda meningki deydiganim yanala. Musaniga chiqishimga Şinjan Pedagogik Universiteti Muzik institutining Ayşemgül Tursun muallimim ko'p kuch chiqargan. Meni qo'llab nim qilganda shunlashqa shu muallimimga rahmatimni aytaman. Andan keyin Nurnisa ustozimga rahmatimni aytaman. Shu guruhda bir qitim dars qatnashgan bo'lsam-mo, yana xeyli ko'p bilimlarga ega bo'ldim Nurnisa ustozimning. Shirik so'zlarim. Nurnisa ustozimga ko'p rahmatim bor. Menimcha bo'lgan vaqtida singlim, buningdan keyingi ishlaringizda cho'qim har bir ishni qilgan vaqtingizda astoydil bo'lishni, shunday inchki bo'lishingizni hammalar umid qilamiz. Albatta, siz ham shuni qila oladiganligingizga ishonamiz. Bo'lamdi? Bo'ldi. Cho'nglarda bir gap bor o'ylaqi. Bir yiqilsang yo'l topsan deb men buning bilan bal qo'yib etmayman. Cho'qim naqsh darsida sistemalik dars elib, buningdan cho'ng sahnalarga chiqishga tirishiman. Shunday. Kinoda qolsa ustozlar bilan xo'shlashamiz. Marhamat. Sahnimizni yangratgan kuyingizga ko'p rahmat aytamiz. Garchi qadamlar sahnimizni mushu bosqichda oxirlashtirsin-mu, buni ham o'z vaqtida g'alaba deb sanashga bo'ladi. Bo'shashmay tirishish, olg'a intilish ruhiyla bo'ladigan g'alaba hamon o'z quchqini ochadi. Buningdan keyingi san'at hayotingizga g'alabalar tilaymiz. Albatta, 3-qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimizni Kamran yurishlik aqsil talqini, Kamran aqsillik qaymoq choylari, Kamran buvoqlar quvvat bulmiqi, Kamran buvoqlar zaksi qatorliq sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarib, bozorga solgan shundaqlar xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Kamran xalqaro savdo cheklanish shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markalik avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, sog'lomlashtirish va parvarish qilish sohasida dodillik bilan izlanib, sarkarda markalik yurishlik mahsulotlarini bozorga selayotgan Şinjan sarkarda xalqaro savdo cheklanish shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markalik avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, diyorimiz yonfonchilik sohasida aqli iqtidorli yonfonlarni bozorga selayotgan boshlamchi korxona Şinjan Qutlan xalqaro savdo cheklanish shirkati Qutlan yonfonchiligi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markalik avtomobil bilan tartiblaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, saviya, dajva, olg'asoy qatorliq yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan, shundaqla xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Safiya xalqaro savdo cheklanish shirkati 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markalik avtomobil bilan tartiblaydi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, endi sahnimizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, Iz rap guruhi bilan Arsal. Әмдеке нөвәттә Гулжыдан талланған Израп группасы оқучыларыбыз белән Чигра атлап Пакистандан келген Арслан оқучымызны бер групп кылдым. Biz
Nur Sahnasiga kirganimizda naytimi xushal, ham Nur Sahnasiga kirib, Nurisa Abbas ustozimizning yetakchiligi bilan nurg'un bilimlarga ega bo'ldik. Ham Hazrat akam boshchiligidagi tuyg'u guruhiga barliq akalarga rahmat aytaman. Bu guruhdagi o'quvchilar xeyli obdan tirishdi. Asası azraq bo'sh bo'lganligi uchun biz pek kuchlidik. Hatto birinchi qarordagi tuyg'u guruhidagi o'quvchilarimiz Nur Sahnasiga kelib, shu o'quvchilarningki ovoz chiqarish ham shundaqla shu rap jihatdagi o'zininki ko'z qarashlarini, fikrlarini, darslarini asosiyatdan shu o'quvchilarga o'rgatdi. सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आने से पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत सारा गाना समझता हूँ, गाना गा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद करीम अब्बास उस्ताद और उसके बाद नूरनिसा अब्बास उस्ताद ने बहुत कुछ मुझे सिखाया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर इस ग्रुप के बच्चे मुझे मिले जिनके साथ मेरा जो है भाईचारे का एक रिलेशनशिप हो चुका था। Bularga tushadigan bir naqshi izlash bizga nisbatan bir azroq qiyinchilik to'xtab qoldi. Bizniki tomoshabinlarimizmi yaxshi ko'radigan bir naqshni topdik. U bo'lsa-mu Keldoq nomli naqsha. Bizga bu qitim Keldoq degan naqshni Bilbadi rap uslubidagi ham Nurisa Abbas ustozimizga ko'p rahmat aytamiz. और नूरनिसा अब्बास के इस ग्रुप को और आगे बढ़ाऊं. So once and all, thank you all. Suyimli saboqdoshlar, sizlar sahnaga chiqmoqchi bo'lasizlar. Xalzat boshliq mushu tuyg'u guruhidagi saboqdoshlardan o'rnak elishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Kocası dünyaya hemmedim bir haber. Bu hayatlık uzun sefer. Müstahkem misinler kadem. Bana çok kadem taşak geldi. Dünyaya hemmedim bir haber. Bu hayatlık uzun sefer. Müstahkem misinler kadem. Bana çok kadem taşak geldi. Geldi, geldi, geldi. Here we go. Geldi, geldi, geldi. Yes we go. Geldi, geldi, geldi. Geldi. Bana yatışma teknesi demez mut kadem taşla. Yeni zaman yeni keyfiyat köylerimni başla. Dileklerimiz ulu vardır, ideallerimiz sağlam. Örülmeydi şençilerimiz kademdir sakta. Yukur topluma intilip ben yığılık kadem vurup ben gaileni öndürüp ben iradeni güçlendirip ben bol bilimni sındırıp doğru yolunu çalla. Gözge menzil iraka meskenci bile alga. Çunkur ümit bile manduk yok sebep. Gerek bulgunu fakat zamana güzel. Ata kılgın bana bir xil güç kudret. Kolunu tutkun bergin güç kuvvet. Çunkur ümit bile manduk yok sebep. Gerek bulgunu fakat zamana güzel. Ata kılgın bana bir xil güç kudret. Kolunu tutkun bergin güç kuvvet. Salam hip hop bring hoca reka. Vücut में आया नया जमाना कोना रॉक के रॉक का मैं आया उरुमची में मेरी ये बात कभी नहीं रुकती दोस्ती ऐसा जज्बा जिसके सामने दुनिया है झुकती करे प्यार प्यार की बात बात हाथों में लेकर हाथ हाथ इस सुख सुख की जिंदगी में आए ना कभी रात रात तो प्यार करें हम प्यार करें इस प्यार की खातिर मर जाए दुनिया ऐसी चले कि ये दुनिया सारी चल जाए Dünya Muhammed'in bir haber. Bu hayatlık uzun sefer. Müstahkem misin var kadem. Bana çok adem taşak geldi. Dünya Muhammed'in bir haber. Bu hayatlık uzun sefer. Müstahkem misin var kadem. Bana çok adem taşak geldi. Geldi, geldi, geldi. Geldi, geldi, geldi. Yes we go. Geldi, geldi, geldi. Geldi. Nakşılarda medilinde güldek ötke yaşlı. Yüreklerimize urgu pirar bardır bir kuş yaşlı. Turmuşluğun öz goya baro küçük buları qab. Birincilikni alsa kulga turmuş rahat kurar. Sıkkanmasdan hip-hop, taktikam sirik arifler. Aldı ikeni almaz tursan okşınmıgan menziller. Her xil ritim, her xil sezim, her xil turmuş, her xil izim. Sanat kumar bir qanık biz yerden kalmaz ümitler. Bana her bir kadın olsun giden nurgun bedel Türiş kaldı yerde kalmaz ahirgıcı kader Hamenikiler pürsel, hamenikiler nöbet Kamtillik bil alga biznes peyda kalgı hürmet Yazsım, tekstim ne etsem, nakşım ne alsam İlhamım ne arsam, bahtım ne karsam Kuşalık ne gülsem, peyizim ne sürsem Tamı ne bülsem, one more time Yazsam, tekstim ne etsem, nakşam ne alsam İlhamım ne alsam, bahtım ne karsam Kuşalık ne gülsem, peyizim ne sürsem Tamı ne bülsem, salam That's the reality, it never was a fantasy Part-time friendship is meant
gitan nurgun beden Tirişqala yerdə qalmaz axırıncı qədər Hamınikilər fürsət, hamınikilər növət Gəldənik bilə alğa biz peyda qıla hörmət Yazsam tekstimi etsem Nakşını alsam ilhamımda alsam Bahtımda qarsam Xoşalıqda külsem Beyzini sürsem Təmini bulsam Salam hip hop Hoşmani yuqorida biz shosh o'zi intayin aktiv energiyaga to'lgan yigitlarimizning o'rinlashidagi Keldoq nomli naqshini anglab o'tdik. Amaliyotda bu naqsh bo'lsa, yosh ijodiyatchi, shundaqla munavvar naqshchi, aktiv energiya tarqatib kelayotgan yoshlarimizning bayroqdori bo'lib kelayotgan Kerem Abbas apandi bilan yana shundaqla amaliyotga tanishib bo'lgan naqsh guruhi Six City, 6 shahar guruhining o'rinlagan naqshi. Shundaq bo'lib, unda qolsa endi biz ustozlarning bahosini anglab boqandik. Qani, Abdulla Abdurim ustoz. Iz rap gruppasi aldın qetimdeliqi muqam to'g'riliq daqsh etqandinglar. Mataqim yaxshi bo'libdi endi. Mavu iz rap gruppasi bilan Arsal billa qo'shilgandan keyin teximmo sizlarningki mavu rap naqshanlarningki mazmuni teximi beyibdi, shaklimi teximi yaxshi bo'libdi. Nimishqa desanglar, bu Arsal o'zi chet eldan keldi-ku. U Pakistan bu o'zining tili bo'yicha mazmun ifodalayotdi. Bu birmuncha tillarda ingliz tilimi bormi nima orasida? Ingliz tilida mudavatlar. Demakchi bo'lgan gaplar texmo jiq adam uqadigan bo'libdi. Rap degan gap-ku. Gaplarni texmo jiq adam uqadigan bo'libdi. Qo'sh tillik, uch tillik naqsh bo'libdi. Andan Arsalmo bugun mana burunqilikqa mushundaq xarakterik naqshlarni anglagan biz o'zimiz mushuni ayt yaxshi ko'rdim mush uslubni. Bugun Uyg'ur do'stlari bilan birlikda Shinjongda bo'layotgan bu cho'ng sahnada albatta xalqaroda ko'rdi bu sahnani. Uyg'ur tilida, o'zining tilida yaxshi ko'radigan uslubida naqshini bizning bolalar bilan birga aytgani yaxshi bo'ldi. Mana bu haqiqatan Yipak yo'li sadası bo'ldi. Biz mana mushu bolalar orqali, sizning do'stlaringiz orqali mushu sizlarning vataninglardagi qarindoshlarga salom aytalaydigan bo'ldik-da, salomimizni yetkazib qo'ying. Mushu naqsh orqali biz Yipak yo'li sadasi qatnashayotgan va ko'rayotgan barliq do'stlar shu sizlarning e'lonlardagi xalqqa salom aytamiz. Bu Gerçi her iki grupdaki balla nait yaxshi urilgan bo'lsam, men tavsiyaga kelganda bugun mushu iz gruppasini tavsiya qilaman. Iz gruppasi. Rahmat ustoz. Sana barkat ustoz. Bu iki grupdaki mayırlarımız naqshini hakikaten bizga bir zo'q bagidek urilib berdi. Qarsam mushu naqshini nait pishiq mashq qildi. Harakat bo'lsin, kirib chiqadigan yerlarni har bir mahir aytib puxtgan o'zining roligida. Men yaxshi ko'rdim. Mening tavsiya qildiganim yanala shu bolalarımizga fursat bersak deyman. Iz gruppasiga. Rahmat ustoz. Dilshod Raydin ustoz. Bak yaxshi bo'ldi, Atbay Yoqurba ustozlar degandek noati jonliq bir huzur oldik. Biz garchi bu ruh bilan tazib bak nima ilishmagan bo'lsak-mu, lekin buni ko'rib turibmiz televizorda, yoki sahnalarda. Sizlar yoshlardan qilishmaslar, shu Amerikaliklar o'xshash o'yinlar, harakatlar, ovoz birlik ham shunaqa yaxshi. Bakumdan men shu Arsalni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz. Nurisa ustoz, bahoyingiz. Ko'p yaxshi tirishdilar savoldoshlar. Bizga mana sizlarga o'xshash tirishchan, jo'shqin, ko'tarangi, ruh beralaydigan, energiya beralaydigan shunday savoldoshlar asli kerakdi. Men sizlarga yana davomli tirishinglarni umid qilaman. Rahmat ustoz. Xo'sh, Arsal bilan iz gruppasi o'sha hamkorlik jarayonida balki nurg'unlagan o'tiranglarda, nurg'unlagan o'sha do'stlik munosabatlarini o'rnatadigan ishsizlar yuz bergan bo'lishi mumkin. Shunday-ku. Undan qolsa Arsalning sizlarga eng ta'sir qilgan tarafi qaysi? Arsakam bizni
öz instek qanday bo'lsin? Öz instek ko'rdi. Maktablarga borsak bizga hatto Urumchiga kelsak yotoqxona yo'qmi? Men sizlarga bir yotoq deb beray deb, shunda avar bo'lgan. Shu yerda men baxo'shal Arslan akamga rahmat. Ko'p rahmat aytamiz. Unda bo'lsa Arslan shu kichik inilaringizning sizga bergan ta'siri qaysi taraf bakrak ta'sir qildi? Shu burunda men azroq Uyg'ur til azroq nachar meniki, lekin gap qila olmayman. Shuning uchun men bolalar kelgan chog'da birinchi qatim shu men bolalarni o'qiladik bilam o'tdi bolalarniki ma bolalar qolsa bolalar men yolg'iz sho'chang degan qat'iy biridam o'ynagan ish emas. Shu bolalarni qolsa bolalar pas berib, akkordni berib, shunda matlab nemchingdagi ganjue. Mushunda bir narsani berib, men bu chog'da shu 2 yil bo'ldi naqshini aytib, lekin men degan naqshini aytmayman aslan deb. Lekin bolalarni qolib men deyman, naqshini yana o'tish kerak. Yana bolalar bilan ish qilish kerak. Shuning uchun yana bir qatim Nunisa ma'lumga, adın keyin Karim Abbas ustoz, Nunisa Abbas ustoz ishkilimga bek ko'p rahmat. Nimishqa desa bizlar 2 yil burun naqshini bulmaydik nimdeb. Lekin men bir hafta ishga ketdim, darsga o'tdik, darsda bekchiq narsani o'rganib qoldik. Anasi o'rganishga men bek rahmat deyman yana bir qatim. Ma iz grupniki bolalarga mu bek rahmat. Yana G'o'jida kelib turibman, Urumchida men aziz vaqt mishada bor sifandashida. G'o'jidan kaptirlar sifandashida bakajmi? Davomli qo'yibdi. Rahmat Arslan. Xo'sh, unda bo'lsa Nurnisa Bastas eng oxir qaroringizni chiqargan ekan. Meningki oxirgi qarorim sizlar o'rganish bosqichida. Shunga men bilan yana davomli mengishinglar uchun sizlarni Kamran bulmaqları bu vaqtlarga bek yağıdı. Ata-analarni az dolu talaş tartışqı musib qo'ydi. Bu vaqtlarning sog'lom cho'ng bo'lishida dadalarning to'pisi cho'ngmikin deyman. Yo'q, biz onalarning to'pisi cho'ng. Dadalarning to'pisi cho'ng. Yo'q, biz onalarning to'pisi cho'ng. Kamran yurishlik bulmaqlarning to'pisi cho'ng albatta. Yana boshlandi. Balamga mana men akagan. Ash Kamran bulmaqini men akilim degashga akagan. Men akagan. Men akilim degashga akagan. Kimlar akasi mayli. Bu vaqtda uyda Kamran bulmaqlari kam bo'lmag'ay. Bak mo'jiqsizmapsa? Yo'qda. Hayotda o'ylamagan xiristlarga uchrab kelishingizmi? Og'ayna, mo'jiqsizmapsa, kuch-quvvat urg'ib turganda xiristlarga yuzlanish hech gap emas. Aga, sen bak mo'ji. Xiristlarga jang e'lon qilib. Ammo Obida energiya ichimligi tugimisi bo'ladi. Ay, nima deb biror quti ortiq elibammiga? Obida energiya ichimligidan quvvat, jasorat edi. Obida energiya ichimligi. Güzel. Attır gülleri gül yağlarının xanışı bulup terinizning nemligini aşırıp qo'riqlarni tuzaydi. Teringizni tegidan sizildirib nurliq qiladi. Gül yig'ining hidi sizning ruhingizni ko'tarib jalbkor qiladi. Tabiiy ishlangan chinuriy dövrlarning shiltishiga arziydi. Hayat tılsımları ba'zida jazbidor yoshlikning tilaklari uchun uzuk, ba'zida qiron mavsumlardagi sadoqat rishtining zunari, u yana temkin yillardagi vafo bilezuki, ko'z oldingizdagi tilsim uzun yillarning sinoqlarida tog'langan har bir zinnat mevasini nafslikda voyaga yetkazib, hayotingizga o'chmas ma'nolarni qo'sha oladigan xislatli xazina. Tilsim oltinlari tilakingiz, rishtangiz va vafoyingiz bo'lsin. Tilsim hayotingizning xazinasi. Tilsim oltinlari. Harg'inligingizni tugatib sizga huzur berishlaydigan esil tamni mujassamlagan Obida energiya ichimligi mahirlarga utuq tilaydi. Bu programmamizni mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mehri yurishlik yurish buyumlari shirkati alohida talab qilgan.
ata-onalar rizosini, balalar arzusini qondirib kelayotgan Şinjan Kamuran Xalqaro savdo cheklanish şirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashgan. Chash sog'lomlashtirish, parvarish qilish sohasida sarkarlik rol o'ynayotgan Şinjan Sarkardi Xalqaro savdo cheklanish şirkati programmamizga yaqindan yordamlashgan. Xalqdan ilib xalqqa qaytarishni o'ziga mangulik nishon qilgan Şinjan Oltin Guvar savdo cheklanish şirkati samimiy askartadi. Programmamiz hozirda boshlanadi. Shunga men bilan yana davomliq mengishinglar uchun sizlarni nishada qoldirib turdim. Nurnisa Abbas ustozning eng oxirgi qarori ikki tarafdan voz kechish. Shundoq-ku. Xo'sh, ustoz. Albatta qaroringizni hurmat qilamiz. Undaq bo'lsa, mushu sahnadan ayrilish oldidagi yurak so'zinglarni anglaylik. Avval Arsaldi. Men shun burun dedim, men ishil burun naqshini qat'iy yaxshi bo'lmaydim. O'sha Jumbo'dagilar azroq ma'lum dedi, xoldinglarga qatnashing, naqshini ayting. Kechikchada naqshi aytgan chog'da shu apam deydi, naqshi optin o'qiysiz balam, lekin madin keyin aytmang deb. Shu azroq adin keyin o'gnish, trishish narsalarga Karim Abbas ustoz bek yordam berdi, bek naslini o'rgatdi menga. Men birinchi qatim ma'lumotga ishxonaga borib bekchiq naslini o'rgandim. Men ras Nurgulisa ma'lumga, Karim Abbas ma'lumga bek shukr deyman. Rahmat deyman. Sizlar menga bekchiq naslini o'rgatdilar. Adin keyin Xalzat aka bizningki shu chog'ningki biz deymiz. Hammamiz bizlarga o'rgatdim, ishada kelgan chog'dami? Bizlar yana o'rganamiz. Woman qo'ygan nuli 然后就是努力是真的是非常棒的一个团队。Rahmat. Ham shuni ozroq shu ordu tilini, ingliz tilini qo'shayotgan bo'lsak, biroq to'rt tilda yurak so'zimizni deyotgan bo'ldik-da, hisobda hozir. Minka bajisi tankan biz hozir sog'liqdishimiz. Xo'sh, xudo qolsa biz guruhsidagi indilarim. Men oldi bilan jabba tatib bizni tarbiyalagan Nurnisa Abbas ustozimga hamda Kerim Abbas ustozimga rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Biz yangi kelgan chaqda rapning ham kuy borligini bilmadik. Mushu Nurnisa Abbas ustozimiz bilan Kerim Abbas ustozimiz bizga bek jabba tatib bizni arantasida shu bizni shu jabba tatmishda ekeldi. Bizning mushta sekin yaxshi aytishimiz shu ustozning yordamidan bo'lgan hamda bizga yetakchi chiqib taklif qilib bergan birinchi son qatnashgan tuyg'u guruhidan Xalzat akam bilan Murodil akamga rahmat aytaman. U akam bizni deb bek chapata teatrda 10 kelganimizga 10 necha kun bo'ldi. Har kun shularning endi yetib, shular bilan birga qopib, ular bizni deb bek chapata rahmat sizlarga. Rahmat indilarim. Amaliyotda mana shu sahna orqali qilgan nurg'unlagan narsalarga ega bo'ldinglar, nurg'unlagan narsalarni o'rgandinglar, shundaq-ku. Buningdan keyingi qadamlarda, manga vaqtlarda dal mana shu o'rgangan tajribalaringlar, shundaqla o'rgangan bilimlaringlarni mujassamlab, texnik yaxshi bo'lgan naqshchi bo'lishga qarab intilsa. Shundaq-ku? Davomli qilishinglar. Qani unda bo'lsa, ustozlar bilan xo'shlashinglar. Marhamat. Gerçi sahnimizda musafirlar mushu yerda oxirlashgan bo'lsa-mu, sahnimizda mushu bosqichga kelishning o'zini bir g'alaba deb sanaymiz. Yoshlarga fursat ko'p, faqat ijtihod bilan tirishsalar. Albatta, g'alaba ishkini chekishga yana fursat keladi. Xayr, oliy tilaklarimiz sizlarga mangu hamroh. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, hamda sahnimizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, Abdurahmon Umar bilan Gulnigar Abduzahir. Nur sahnasiga yana tanlangan eng qaltis o'quvchilarimizning ichida Abdurahmon o'quvchi bilan Gulnigar o'quvchi ikkisini bir guruh qildim. Men bu qitim Nur sahnasiga kirgandan keyin mushu naqshidagi hissiyot masalasini qanday hal qilish jihatda bir qadar ilgirdim deb o'ylayman. Nursa ma'lum o'shatda bizga bek kuchab dars o'tdi. Gulnigar suyimli savoqtishimiz bo'lsa, Aqsu diyori Güzel Kalpin nayizining kelgan suyimli o'quvchimiz. Bu o'quvchimiz o'zi xizmat sababidan bir qitim dars kelib baxmadi. Ammo lekin o'sha oxirgi 2-3 kun qolgan chaqda mashqni obdan qildirdik. Men shu Nur sahnasiga tanlangandan beri ustozim Nurnisa Abbas menga shu amibat ustidagi naqshlarni qanday o'rnashtirishni menga nurg'ulgan bilim berdi.
Ben şu münasebetlen ustazımga köpten köp rahmet eytimen. Gerçi ben derske to'liq vaqtida kelenmegen bolsammi, ustazım bana dersin sırtqı vaqtlarda qayta ders sözlep, mening şu naqshiyatdagi yetersiz bo'lgan yerlarimni to'liqlab berdi. Abdurahman pishqan ovoz doirasini keng bo'lgan, shaxsan men o'zim intayin yaxshi ko'radigan ovoz tusi kirdi. Gülnigarmo o'z navbatida bir yaxshi naqshchi. Bu vaqtda bizga bo'lingan naqshini biz ishimizga cho'qim yaxshi o'rlaymiz. Gülnigar g'ayrat qilaylik. Ben Abdurahmanning shu sahnada g'ayrat qilishini umid qilaman. Abdurahman birlikda tirishaylik, g'ayrat qiling. Bu ikki suyumlik saboqdash hozir sahnaga chiqmoqchi. Sahnada nihoyatda tamkin holatda, o'zinglarga ishongan holatda mushu musobaqani g'alabalik o'tkazishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. İgiz tağlarga telmirdim, atam yadiyem yetkende. İgiz tağlarga telmirdim, atam yadiyem yetkende. Atamның qadr zəbütti, birim daşur etkende, birim daşur etkende. Atamның qadr zəbütti, birim daşur etkende, birim daşur etkende. İtim hüldiye sunup harlam, tağa üçnem tutur emdi. İtim hüldiye sunup harlam, tağa üçnem tutur emdi. Atam ni izligim kendi, yetizdim öygü küçkende, yetizdim öygü küçkende. Atam ni izligim kendi, yetizdim öygü küçkende, yetizdim öygü küçkende. Emme elçeş itiyip kaçtı hamalladın mehellemge. Emme elçeş itiyip kaçtı hamalladın mehellemge. Atam o kendisi şu tam, anam ayvan dükütkende, anam ayvan dükütkende. Atam o kendisi şu tam, anam ayvan dükütkende, anam ayvan dükütkende. Atası bağlı bay değmem, anam
kükügende Özemni to'xtatolmayman atası yo'qni ko'rganda atası yo'qni ko'rganda atası borni oydayman anası borni boydayman Mana yuqorida biz Abdurahmonjon apandi bilan Gulnigar xonim ikkalarining o'rinlashidagi naqshlarni hozirlandik. Abdurahmonjon apandining o'rinlagan naqshi Ot Qadri nomli naqsha shundaqmi? Bu naqshining teksti bo'lsa Muhammadjon Rashidin apandining, muzikasi shundaqla o'rinlovchisi bo'lsa Roza Abduvali apandining shundaqmi? Endi Gulnigar xonimning o'rinlagan naqshisi bo'lsa bu mushu yildagi cho'ng tipdagi shu muzikalik opera bo'lgan Amanisaxon haqida hikoya nomli shu muzikalik operaning bir ariya qismi. Tangritog'ning
Laylisi Muqam nomli naqsha. Xo'sh, unda qolsa endi biz shu ustozlarning bahosini shundaqla tavsiyasini olib boqandik. Abdullah Abdurim ustoz. Undan aytildi naqshlar. Mavu Abdurahmonmi bak yaxshi aytdi naqshini. Ovozimi bo'ldi ekan maballan. Ovozi haqiqatan yaxshi ekan. Bu endi ili hozirgi zamon naqshlaridan endi bu. Demak, mushu naqshimi ammi bab naqshiga kirdi. Vallahi xato tushundinglar. Kichkina milliy hissiyat kuchli kerak bo'lsa, milliychi naqsha. Mandaroq bir azroq boshqacha bo'lsa, zamonaviy naqsha emas. Hozirgi zamon odamlarining ko'nglini taskin topqizish uchun, ularning ko'nglini avundirish uchun xizmat qilayotgan ijodiy ohanglar hozirgi zamonning naqshlari bo'ldi. Shu bizning ommabop naqshimiz. Mana mushimi Ro'za Abduvalikamning biz uchun qoldirib ketgan hozirgi zamon uchun xizmat qilayotgan naqshisi. Chunki biz mushu zamonda birga yashagan odam u. Shuning uchun ommabop naqshi bilan bizning milliy uslubdagi naqshlarning farqini unda bak cho'ng ayirib bo'lmaydi. Bu ommabop naqsha ichida mushu milliy alaylik bo'lish kerak, gavdalanish kerak, qaysi millatga tava degan gap arilish kerak. Demakki, bizning ommabop naqshlarimizni qandaqdir bir g'ayri bir narsa qilib olsak bo'lmaydi. Endi Abdurahmon bu naqshni yaxshi aytdi. Butun zehni bilan aytdi. Bu bola o'zi poskamlik bo'lsa-mu, ilida ishlangan, ili shivisida ishlangan bu ongni bir qadar muvaffaqiyatli o'z ta'minlarini yo'qotib qo'ymagan asosda aytdi deb o'yladim. Endi Gulnigar bir kasbiy naqshchi o'xshaydi. Gulnigar. Ben keltirib aylik san'at emekning naqshchisi. Endi mushu naqshinimi Shuhrat inimniki yozg'inni biz bilamiz. Shuhrat mushu yaqinda shu Yakan noyisi uchun yozilgan muzikalik teatrining butun muzikasini ishlab chiqdi. Bizga mishada qancha qaror Ipak yo'li sadosi programmasi o'tkazilsa shuna ishlayotdi. Bu inimning ijodiyat yo'liga texmi cho'ng muvaffaqiyat tilaymiz. Yakanda tayyorlangan bu muzikalik teatr Shinjang bo'yicha yaxshi shuhrat qozondi o'zining ismiga o'xshash. To'g'ri. Muzikalik teatr degan muzika bilan o'xshaydigan nima? Asosiy qismi muzika uning. Her bir harakat, her bir söz müzik içinde bulundu. Udar içinde ve müzikaya ergeçke aldı bulundu. Azrak dikkat kılmışsınız, müziklik tiyatro karakterini yoktub koydu, müzik asas bulundu. Bana şundak bir çoğun vazifini üstüge alan Şöhret, bu şu nakşını bugün sınırımız eğitip, biz üçün Gülnigar'a, Şöhret akınızın eseri bilen köpçilikini tanıştırdığımız bir. İkincisi, bu qiyinlik derecesi, ovoz doirasi bir qadar keng bo'lgan naqshini o'zingizdan to'liq chiqibsiz. Singlimizning ovozi shundoq kengridi. Gulbanimning. Gulbanim Shinjang opera o'migining yaxshi artisti. Mana shu qizmi yaxshi aytalaydi bu naqshini. Sizmi qilishmaydi ekansiz. Rahmat. Endi bu alda men Gülnigar'ını tavsiye qiling. Gülnigar. Rahmat. Rahmat. Sana baraka ustoz. Gülnigar bilan Abdurahmon ovoz doirasi eng keng bo'lgan ikki naqshchi nur guruhisidagi, nur sahnasidagi. Ikkilisi naqshidan shundoq yaxshi huzur oldim. Abdurahmonjonning boy Abdulla akam degandek ilishibisini ifodalash alayidligi yaxshi. Endi Gülnigar singlimizniki naqsh o'rinlashda men shu naqsh etishda asosliq shu chiroy ifodani diqqat qilaman. Gülnigar singlimizda naqshining har bir misra uzilgandan keyin tabassumni boshlaydi ekan chiroydichi. Bo'lsa tabassum bilan etishni boshdan bo'yiga tutashtirsa. Yana bir qitim bu naqshni o'rinlashda yana bir qitim yaxshi bir ilgirlash bo'ladi deb o'ylayman. Tavsiya qilganim yana Gülnigar singlimizni tavsiya qilaman. Gülnigar. Rahmat ustoz. Bu chaqiradi ustoz. Abdurahmon hozir poskomdalik san'at demakda u Janubiy Shinjongda shundaqmi? Yana bugün o'rilgan bu naqshingiz
ат қадірі үйлідік балалардың ешқандай бір кам қағыдық ері жоқ. Оқшаш етті, әтті ұладым, алтығырақ етті. Авазыңыз, дайырыңыз ұшындақ кен, вүжудыңыздан нәті жаллық, оқытақ етіп шығадыңыз бұның ақшына. Сәл аты қадір оған атыны әслейміз емес ма? Азырақ әсләшімісі болыш керек те әслі. Атыны әслейміз емес ма? Ашық әрбір атамы кәсті ұшыртап, anam hayvandı kütkende diye yerlerde bir bedenini sözleydi çoğu. Siz azı bütün vücudunuzda muş nakşine aşı yetişfilerli buketinizde sendeki nakşının işi kırdığın hissiyat sizin bedeninizde azı işberlenmeye kaldı. Lekin nakşını bek yakşı ettiniz. Erkeba Güldigar melodiyasını bek yakşı işilgen şokatma nakşını çoğu. Resmi mukamnet diyeyim kıldığın bir ağın buldu ki. Nakşını acayip yakşı ettiniz. Bek igizken avazınız. Şunda igiz yakşı cuşkun ettiniz. Yakşı oldunuz qaran. Bu işkinlarını tavsiye qilgan chaqda endi bayatıma ustozlar Gülnigarni tavsiye qildi. Ben şu Abdurrahman tavsiye qildim. Abdurrahman. Rahmat ustoz. Bir misal ustoz bahayınız. Gülnigar, Abdurrahman. Sizlar meningki ümidimni yada qo'ymadinglar. Yaraysizlar, isim qaltisizlar sizlar. Men shunchalik xush bo'ldim sizlardan. Rahmat. Razı bo'ldim. İşqilinglar, bek yaxshi o'rinladinglar. Hissiyat berish, naqshiga hissiyat berish, chiroy ifodanglar hamma jihatlardan xil ustunlikni egallab turyapsizlar-da. Jiqtirishibsizlar, savodashlar. Rahmat sizlarga. Rahmat mo'lam. Rahmat ustoz. Ishqilinglardan o'xshashlar bir savol so'ray. Sizlarning shu san'at hayotingizda sizlarga ta'sir ko'rsatgan ustozlardan kimlar bor? Avval biz Gulnigardan boshlaylik. Mening shu naqsh sohasiga qadam qo'yishimga birinchidan dadam opam sababchi bo'lgan sam bo'ldi. Bizning oilamiz intayin san'atxumar oila. Opamning urug' tuqqanlaridan tortib dadamning urug' tuqqanlarigacha eriq naqsham usul sani bilan shug'ullanib kelgan taqlar. Men shu munosabat bilan shu dadam bo'lganga ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Uningdan keyin siz shu san'at hayotiga kirgandan keyinmi, ya'ni shu dadangiz bilan opangiz tan yetaklab atmoqdi shunday bo'lsa. Shunday. Rahmat. Unda bo'lsa Abdurrahman afandim, sizningchi? Mening bu san'at soati kirishimda mening bir tuqqan ocham. Ocham o'qituvchi. Shu ocham sababchi bo'lgan desam bo'ladi shu. Keyin jamiyatga chiqqandan keyin hamda Mush Vali Davud ustoz, Umarjon Olim ustoz qatorliq ustozlarning ta'siri ko'proq uchirgan. Ham shulardan ko'proq ta'lim olgan o'zimcha. Asosiyatni shular. Shular shunaqa. Unda qolsa endi Nurnisa Abbas ustoz eng oxirgi qarorni qanday chiqardi? Birlikda tanlab boqaylik. Qani ustoz. Oxirgi qarorim nur sahnasiga mening qo'limni tutib bilmag'digan o'quvchimning ismi Sahnada Uyg'ur ommabop naqshchiligining sarkardasi Abdulla Abdurayim. Sarkarda? Sarkarda? Shundoq. Sarkarda kundalik turmushimda, safarda, hatto sahnadami sarkarda yurishliklari menga hamroh. Sarkarda yurishliklari bizga hamroh. Sarkarda yurishliklari bizga hamroh. Sarkarda yurishliklari hammamizga hamroh. Sarkarda taşkan energiya, ishonch va jasorat obida energiya ichimligi. G'uncha. Yoshlik gulining simvoli. G'uncha. Ozuqliq va sovuq qanğandila go'zallik jilvilanadi. G'uncha. G'unchaning go'zalligidan hurlamiz. G'uncha namxush yurishligi. G'uncha. Loknurdan yerlik paxlan go'shini ham material, atimiras kavobchilik hunarini asos qilgan Anvar Tonur kavoblari o'rab qachilinib, ehtiyojingizga asosan bozorlashtirildi. Ishchan o'g'il qizlarning tujublab pishirgan Tonur kavoblari ilg'or uskunlar orqali pokiza muhitda o'rab qachilinib, har qaysi shahar bozorlariga yetib bordi.
Təmlik yegane Enver Tonur kebapları heyetlik dastıqınızda teximi mol kılıdı. Loblardan kuvvetli göçleri tücüplep pişirilgan tonur kebapı. Mikropsuz halatta vakumlu kaçınagan kebaplar sizge kuvvet ve sağlamlık ata kılıdı. Shveysariya Shimenden Louis mahsulotlari 7 kvantlik mikroshakl tizish teri yoshartish asbobini ishlatganda hujayralarning ko'payish unumi an'anaviy teri asrash mahsulotlari unumining 6000 hassasiga teng keladi. Bu asbob terining cho'nqur qatlamlarga ta'sir qilib, ter to'shchilaridagi toksinni tozalab, hayotiy kuchga ega sog'lom teri ato qiladi. Ayol podshoh Shohan yurishligi ter to'shchilarini kichiklatib terini silliq qiladi. Terining pH qiymatini unumli tangshab, may tarkiblarining ajralishini tangponlashtirdi. Ayol cho'ng kichik hammasiga mos keladi. Şinjan Nefaiz Xalqaro savdo cheklik şirketi. Turpan dunyoga donglik bir makon. Turpanda yana bir makon bor. U bo'lsa Turpan makon savdo shaharchisi. Harakat barakatni topadi. Sayohat qilgach tabobat qiling. Kelgusi uchun mablag' solish kerak. Dal joyga solingan mablag' sizni o'yilmagan manfaatlarga erishtirdi. Sayohat bilan tabobat birlashganda haqiqiy nafga erisha olasiz. Do'kon demak, kon demak, barakat ko'p do'konda. Mablag' sening boy bo'ling Turpandagi makonda. Ishonchsizdan makonga keling. Kapolat bizdan. Mablag' siling. Boy bo'lish ko'vriginiz Turpan makon savdo shaharchisi. Kamran bulmaktırı bu vaxtlarga bek yağıdı. Ata-analarını az dolu talaş tartışqı mı sep koyudu? Bu vaxtlarning sog'lom cho'ng bo'lishida dadalarning to'pisi cho'ngmikin deyman. Yo'q, biz analarning to'pisi cho'ng. Dadalarning to'pisi cho'ng. Yo'q, biz analarning to'pisi cho'ng. Kamran yürüşlük bulmaktırının mı to'pisi cho'ng albatta. Yeni başlandı. Balamga mana men akagan. Aş Kamran bulmaqini men akiling degashga akagan. Men akagan. Men akiling degashga akagan. Kimle akansi meyli? Bu vaqtda uyda Kamran bulmakları kim bulmagay? Bu programımızda Mekir muhabbetini özüge mizan kılan Mekir yürüşlük yürüyüş buyumları şirketi alaydı talep kılan. Birinci derecege erişken mahirimizni Kamran yürüyüşlük aksıl halkını, bu vaqtlar kuvvet bulmaqı, bu vaqtlar zaksi qatarlıq, süperlik mahsulotlar bilan xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Kamran Xalqaro savdo cheklik shirkati 120 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tortiqlaydi. Oxirgi qarorim nur sahnasiga mening qo'limni tutib bilmag'adigan o'quvchimning ismi İşkelisi. Wow, mübarek olsun. Albatta, 3. qarorliq Ipak yo'li sadasi programmasida 1, 2, 3, 4 darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1 darajaga erishgan mahirimizni Kamran yurishlik aqsil talqini, Kamran aqsillik qaymoq choylari, Kamran buvoqlar quvvat bo'lmaqi, Kamran buvoqlar zaksi qatorliq sifatlik mahsulotlarni ishlab chiqarib, bozorga solgan shundaqla xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Kamran Xalqaro savdo cheklik shirkati 120 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tortiqlaydi. İkinci derecege erişken mahirimiz bosacha sağlamlaştırış ve terbiş qilish sohasida dadillik bilan izlanib, Sarkarda markali yurishlik mahsulotlarni bozorga selayotgan Şinjan Sarkarda Xalqaro savdo cheklik shirkati 100 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tortiqlaydi. Üçüncü derecege erişken mahirimiz bosa diyarimiz yolg'onchilik sohasida aqli iqtidorli yolg'onlarni bozorga selayotgan boshlamchi korxona Şinjan Qutlan Xalqaro savdo cheklik shirkati Qutlan yolg'onchiligi 80 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tortiqlaydi. 4. derecege erişken mahirimiz bosa Sabiya, Najva, Allosoy qatorliq yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan, shundaqla xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Safiya Xalqaro savdo cheklik shirkati 60 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tortiqlaydi. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, musobaqamiz intayin keskin davomlashyapti. Endi sahnimizda mahorat ko'rsatadigan mahirlarimiz bo'lsa, Xoldin Tursun bilan Murodil Abdusalom. Bugundan kelgan Xoldin o'quvchimiz bilan Atishdan kelgan Murodil o'quvchimizni bir guruh qildim. Men bu qitim Ipak yo'li sadasi programmasiga qatnashib, Nur sahnasiga tanlangandan keyin Nurnisa ustozning bizga ko'ngil qo'yib izchil tarbiyalash asosida shu naqshitqanda naqshiga hissiyatni qanday berish, ovozning egiz pastligi qatorliq nurg'un bilimlarni egallab, o'zimdagi nurg'un kamchiliklar borligini bilib yetdim. Bu ikki o'quvchimizning ovoz egizlik doirasi ham shundaqla tövanga tushish doirasi o'xshash darajada. İkisi bir-birisidan qilishmag'idek holatda intayin tirishchan o'quvchilarimdan qatori kirdi. Nur gruppasiga tanlanib, hozirgacha ustozim Nurnisa Abbas muallimning bizga az bo'lmagan ajri singdi deb o'ylayman. Xoldin saboqdosh bo'lsa, men o'sha g'uzutlik saboqdoshlarimdan anglagan xabarlarimga qaragan chog'da o'sha Xoldin ishlayotgan yoki restoranda emas, ko'ngil etish faoliyatlarida emas, shunday xiyollarda o'sha Xoldin naqshi esa
hammasi shiyaga boradigan, mayli qizlar bo'lsin, o'g'illar bo'lsin, shunchalik qo'shib ketadigan. U tomoshabin o'zimizning doirasidagi tomoshabin bo'lgan bilan vaqt kelgan chog'da musobaqada cho'qim o'zimizning haqiqiy bo'lgan talantimizni namoyon qilgan vaqtimizda andan keyin boshqalarning ko'nglidan haqiqiy o'rin ola olamiz. Biz bu qitimqi musobaqada men sahnadishim Muradi bilan bir guruh bo'libdiman. Bizga hozirgi zamon Amibop uslubidagi bir naqsh topshirildi. Biz bu naqshini tirishib yaxshi o'rindaymiz. Men shundaqla sahnadishim Muradlig'imi omadlarning yor bo'lishini tilayman. Ustozimiz topshirgan topshiriqni yaxshi o'rindashga tirishimiz. Oxirida Sahna Amraim Xaldun Tursunga yaxshi bo'lgan tilaklarni tilayman. Bu ishga o'quvchimiz sahnaga chiqmoqchi bo'ladi. Sizlarga eng oliy utuqlarni tilayman. Nazlanıp vursan çiraylı, gülleri dursan çiraylı. Nazlanıp vursan çiraylı, tam kebi gülsen çiraylı. Bulbul mu kandan oynusun, tam kebi gülsen çiraylı. Bulbul mu kandan oynusun. Sen şamalımsan, tümde şirin hiyalımsan. Ey bulup sen şamalımsan, tümde şirin hiyalımsan. Şirin kadri visalımsan, yıllarda arman oynusun. Şirin kadri hiyalımsan, dillarda arman oynusun. Gül ara dursan çiraylı, nazlanıp vursan çiraylı. Gül ara dursan çiraylı, nazlanıp vursan çiraylı. Tam kebi gülsen çiraylı, bulbul mu kandan oynusun. Tam kebi gülsen çiraylı, bulbul mu kandan oynusun. Mana yuqorida ishga azmatning naqshini anglab oldik. Bu naqshining ismi bo'lsa chiroyli, shundoq-ku. Teksti bo'lsa Muxtar Bug'ra apandining, muzikasi bo'lsa Shirali Salay ishlagan, Shirali Salay o'rinlagan naqsha. Shundoq-ku? Ona qolsa endi biz ustozlarning bahosini shundoqla tavsiyasini olib qo'yaylik, ha. Qani, sen o'rib tursin ustoz. İki mayrimiz qandaq ikkisining ovoz qismi nimaga o'xshagan, ha? Qanday farqlantirishni bilmayapman. Onun uchun men bir amal topay. İkisining ichida shu birimiz ikki misra xalq naqsini aytib baqsa, qaysi yaxshi o'rin olsa men shuni tanlayman. Shuni tavsiya qilaman. Xalq naqsi shundoq-ku. Qani, avval Muradildan boshlaylik. Bunda olsa atish xalq naqsidan osmondan olay aynini o'rlab. Osmondan olay ayni, ey
osmondin alay ayni ey koynumga salay yani. Rahmat Murodil. Evet, Xaldun geldi. Ben bu Xotan xalq naqshidan Gulsaydi xatdan bir misra aytib boqamsan. Ketdisan dodey men ketman yar ketma desen mu ketman orda vay iki kunup yarim kışın gayetmen. Rahmat. Yaxshi. Men bunda deyishim sabab, biz xalq naqsiga qancha cho'nqur, qancha puxta bo'lsak, yiltizimiz qancha cho'nqur bo'lsa, biz shuncha uzun titrab tura olamiz. Chunki ikkilanglar shunaqa yashashgansizlar. Men shunga qarab, shu xiyolga kelib qoldim. Hozir o'sha Firaq taraflardan o'rlab berish jihatda men Xaldun inimizni. Xaldun. Rahmat ustoz. Abdulloh birinchi ustoz. Shikil bolla yaxshi ekan, ana. U naqshinimi yaxshi aytdi, biroz aldirash o'rganib qolgandek qildi har ikki bolla. Men xato faraz qildimmi yo ish qilib? Ya to'g'ri. Azroq aldirashlik bor. Ammo o'rinlashda har ikkilisini aytib tirishdi. Xaldunning o'z oldiga alayidligi bor bir ovoz tusida chiroyli balki yumshoqka bu. Murodil Munoyat ehtiyot qilib pamlab aytyotdi, naqshini to'ldirib oldiga qirishyotdi. Bu ikkisimi bir-biridan qilishmaydigan yaxshi bolalar ekan. Tavsiyaga kelganda Xaldun. Rahmat ustoz. Dilshod Raydon ustoz. Ama bek peyz etdiler. 2 yılınla hazırman Sanavar ustoz xalq naqsini aytganda siz atış xalq naqsi aytdingiz, siz Xotan tog' naqsi, ha? 2 yılınla xalq naqsini shundoq yaxshi o'rlaydi ekansizlar. Ya'ni oldi o'rlagan 2 yildan o'rlangan naqsha ba'dida bitdi Muxtar Uqrat teksti. Shirali salay o'rlagan. Bu naqsh uzun aytilgan naqshlar. 2 yillar yaxshi o'rlandinglar. Bir-biringlardan faqat qilishmaydi ekansizlar. Men shu Murodilni tavsiya qilaman. Murodil. Rahmat ustoz. Nurisa ustoz, bahoyingiz. Sizlar asli bu Shirali salayning aytgan 8-7 o'darliq mushu naqshini chiroyli o'rinladinglar. Buni Dilshod Anvar Muslim inimiz bugun tehe tutunib sizlarga qo'ninglarga berdi lekin qayerdan kirib qayerdan chiqadiganliginglarni shu bilanmay shu o'dardan chiqdimmi deb pek ansirgandim, lekin ulguribsizlar. 4dan 2 o'dar o'zgartib bergan. Nihoyat yaxshi chiroyli bo'ldi bu ahangchi. Murodil ko'p tirishibdi, ovozni xili o'rin yaxshi chiqyotdi. Xaldun inimga gap ketmaydi, chunki oldin qaytaman degan bu inimiz pek tirishsan o'zining ovozini pek siliq. Endi azroq kuch beribsizlar. Men o'zi yaxshi oldin qatardagi naqshchi bo'lib hisoblandi deb o'ylayman. Rahmat ustoz. Amaliyotda bu ishlardan keyin boyadan aytgan naqshidimi Sanobar Tursun ustoz aytdi, bu ikkisidan qaysisini tanlasam bular o'xshash aytyotdi deb. Bu ishlarning yana bir o'xshash yeri ikkilisining o'ziga belgi qilib olgan bir shuar bor ekan. G'alba tirishqanlar mansub deb. Ishkalar maslahatlashib yozganmi yo buni to'shtaga vaqtida shu jadvalni? Unda qilmasdi. Unda bo'lsa bugun sizlar shu sahnada o'zinglarning to'liq tirishchanliklaringiz bilan eng qaltis ifodalaringizni namoyon qila oldinglarmi? Xaldun. Men oldi bilan shu Nur sahnasiga kirgandan keyin shu Nurnisa ustozning jaboliq bizga mashq qilishi bilan o'zining salomatligi toz yaxshi emas, ig'ir zukam holatdimi atdiganda ba'zi bolalardan bizdimi burun kelib bizni saqlab mashq qilg'izib bizga shundaqlar keram muallim tang yetakchilik qilib
ish qilib burun men mushtaq dars ipaqmabdi ekanmanchu naqsh aytgan bilan haqiqiy tushunib yetdim vaqt sal oz bo'lib qoldi bundan keyin texim tirishiman bu naqshning nazariy qoidalarida texim ko'plab bilim ilish orzularim bor ham lekin bugun ozroq jiddiylik bilan yana o'ylagandek chiqmadi ba'zi yerlarchi shunga kechirim so'rayman yana man ozroq bir ruxsat qilgan bo'lsam shu rejissyorlar ozroq bir gap qistirib olgan bo'lsam man oldin qatorliq shu ustoz tanlash bosqichida sen mendan yiroq nomidagi ijodiy naqshini o'rilgan meningki bu naqshning tekisi muzikasini surishtirish jarayonida ozroq uqishmas bo'lib kelib man televiziyaga e'lon qilgan vaqtda buni ijodiyatchisi xato izlab qolgan sababidan man shu naqshning o'sha fursatda ozroq vaqt ichida shu asli ijodiyatchisi mahmudjon mahmud qayrindishimizdan bir shu ikromlarni kechirim so'rab olgan bo'lsam o'sha xato izlab qoldim esil rahmat qoldim xo'sh murodil fadingiz qanday bo'ldi deb o'ylaysiz assalomu alaykum muhtaram ustozlar naq maydondagi va ekran oldidagi aziz ko'rmanlar hammanglarga menda o'tliq salom oldi bilan bizni mushu saviyagacha akilib mush sahnaga mushunchalik holat chiqargan ustozimga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman bugun hamda jiddiylashish bo'ldi-ku bizda ishqilimiz jiddiylashish bo'ldi lekin hargiz bo'shanib ketsa yo bu meni shanib ketsa deb o'ylamadik tang bo'lsaq deb bu shunda man kuyindi men kuyinib turdim bunga ko'pdan ko'p rahmat aytmoq qoldim rahmat rahmat mush fursat orqali ekran oldida o'tirgan ota onamga meni orqamdan har soat qo'llab turayotgan urug' tuqqan do'st birodarlarimga ko'pdan ko'p rahmatimni va hurmatimni bildiraman rahmat sizlarga rahmat sizlarga amaliyotda ishonlarniki mana aytayotgan so'zinglardimi durust niyat bilan degan so'z hammalarga shunchalik yoqqan bo'lishi mumkin durust niyat bilan olg'a qarab mangan odamning har qanday ishi olg'a bosadi shundoq xo'sh ustoz eng oxirgi qaroringiz savoqdoshlar sizlar haqiqatan durust niyatinglar bilan shu sahnaga chiqqanliginglar uchun durust bo'lgan qarorni chiqarmoqchiman men oldi bilan o'zimning qarorimni bekitay u bo'lsa-mu nur sahnasida davomli oldi qarab mang'irgan o'quvchimning ismi bo'lsa Hey, bak nojoqsizsan. Yo'qda. Hayotda o'ylamagan xiristlarga uchrab kelishingiz mumkin. Og'ina, nojoqsizmamsa, kuch-quvvat urg'ib turganda xiristlarga yuzlanish hech gap emas. Aga, sen bak noja? Xiristlarga jang e'lon qiling. Ammo obida inirga ichimligi tugimisi bo'ladi. Hay, nima deb biror quti ortiq kelibammigan? Obida energiya ichimligidan quvvat, jasorat kel. Obida energiya ichimligi. Yolpo'zdamni qilsam haq nim deb qala. Yerim qilsam haq nim deb qala. Chikkenisi aralashtirilgan iroda yolpo'z limon qilsam haq yana nima deb qala. Yuraklarga yoqadigan salqinlik iroda yolpo'z limon alohida ichimlik. İrade yalpoz limonlu ise hiç kim hiç nima deb qolmaydi. İrade yalpoz limon alohida ichimligi. Sirliq chumtardiga o'ralgan bu kan ziminda uzun aslimalarning gumron o'tinlari qaytadan bosh ko'tarishga boshladi. Har qadamda izi chaqnagan qora bo'g'ra bu shahoni yurtda go'zallikning shohidi sifatida namoyon bo'ldi. Bu programmamizni mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mehri yurishlik yuyish buyumlar shirkati alohida talab qilgan. Davomli oldi qarab mang'irgan o'quvchimning ismi bo'lsa Xaldin. Muborak bo'lsin. Men shu rejissyorlar guruhidan shu Murodil o'quvchimni men so'raymoqchi chunki 9-o'quvchi qilib so'raymoqchi. Kelar qitimliq musobaqada bu o'quvchimiz shu qolgan 7 o'quvchi 8 o'quvchi bilan chek tassa kimni o'zini chiqib qolsa shuni bilan bir musobaqalashib agar musobaqa o'tib qolsa 8ning qatoriga kirdi o'tirib o'tganda shallandi degan gap shunga shu bir qarorimni bir yetkazib boqqan bo'lsangiz umid tursin apandim bo'ladi xo'sh unda bo'lsa Nurnisa Abbos ustozning iltimosi sodiq qabul qilinamdi yo'q birdan saqlab turaylik bo'ldi
Qadrli ko'rmanlar. Qoldin Nurnisa Abbas ustozning tanlashi bilan keyingi bosqichga o'ngishli kirgan. Shundaqla Nurnisa Abbas ustoz Murodilning keyingi bosqichga kirib, chek tortish orqali musobaqa qatnashishini iltimos qilgan edi. Rejissorlar guruhining qarori bo'lsa, Murodil keyingi bosqichga kirdi. Ammo shart dal o'zingiz iltimos qilganga o'xshash Murodil oldi bilan cho'qim keyingi bosqichda chek tortish orqali raqobatga tushdi. Bo'lamdi? Murodil. Selar. Rahmat. Xo'sh, yigitlar, muborak bo'lsin. Qani. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, Nur sahnasining sinoq bosqichi mana bu yerda oxirlashdi. Keyingi sonda ko'rishgacha mamnunlar. Xayr xo'sh.